Qishloq xo'jaligi rivojlanishi aholi turmush sharoitlarini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda sohaga zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Bu nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlayapti, balki aholining daromad manbalarini oshirishga xizmat qilyapti. Namangan viloyatining katta qismini egallagan Pop tumanida 231 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Hudud agrar tarmoqda yetakchi o'rinda turadi. Shimoldan Qirg'iziston Respublikasi, sharqdan Chust, Mingbuloq tumanlari, janubdan Farg'ona viloyati, g'arbdan Tojikiston Respublikasi, Toshkent viloyati bilan chegaradosh. Tuman relfi tekislik, adir va tog'lardan iborat. Iqlimi kontinental, yozi issiq, qishi nisbatan yumshoq va qisqa bo'ladi. Tuman iqtisodiyotida agrar soha yetakchi o'rinni egallaydi. Prezidentimizning 2024-yil 30-oktyabrdagi respublikada agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy etish hamda sanoatlashgan bog' va tokzorlarni barpo qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida chiqarilgan Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Agrosanoatni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Pop tumanida 2026-yilda 1447 gektar, shundan 1200 gektar past hosilli paxta g'aladan qisqargan maydonlarda, 147 gektari eski bog' tokzorlar o'rnida hamda 100 gektar tog' oldi va qir adirlarda sanoatlashgan intensiv bog' va tokzorlar barpo etish rejalashtirilgan. Bu yilda Pop tumanida yangi yerlarni o'zlashtirishga rejalashtirganmiz 1000 gektar daromad bermayotgan bog'larni buzib, yangi ko'chatlarni ekish uchun 143 gektar rejalashtirganmiz. 670 gektarga yaqin yerlarni o'zlashtirib, ko'chatlarni ekib, birinchi sug'orish ishlarini amalga oshirdik. Raskarchovka bo'yicha 143 gektar reja qilgan bo'lsak-da, bugungi kunda daromad bermayotgan xuddi mana shu yerga, mana shu ko'rib turgan yeringizga o'xshagan joylardan 200 gektar bog'larda raskarchovka qilib buzib, o'rniga yangi intensiv daromad beradigan, ya'ni oxirgi texnologiya asosida shu tomchilatib sug'orish bilan birgalikda bog' barpo qildik. Qo'shimcha daromad olish uchun iqlim sharoitiga qarab Pop tumanida 3 xil sharoitimiz bor. 3 xil sharoitda qaysi sharoitda qovun bo'ladi, qaysi sharoitda tarvuz bo'ladi, boshqa oziq-ovqat ekinlari, piyoz, kashnich, sidana degan ekinlarni ichiga ekib, bundan ham foydalanish ishlari amalga oshirib borilyapti. Muhtaram Prezidentimiz 244-sonli qaror bo'yicha tumanda 4000 gektar bog' barpo qilish belgilab berilgan. Bugungi kunda 1227 gektar yer ajratilib, u joyda ham hozirgi kunda 200 gektardan oshiqroq yer maydoni yangitdan suv ta'minoti ta'minlanib, u yerda ham bog'dorchilik ishlari amalga oshib, hozirgi kunda bog'lar ekilib, sug'orish ishlari amalga oshiriladi. Do'stlik muqobil mashina traktor parki hududi asosan qir adirliklardan iborat yer maydonlariga to'g'ri keladi. Hududlar nafaqat tabiiy manzarasi, balki inson hayoti bilan uyg'unligi bilan ajralib turadi. Bu tekisliklar va tog'lar orasidagi o'ziga xos ko'prik, tabiat va mehnat uyg'unlashgan maskandir. Qiyaliklar, suv tanqisligi va shamol ta'siri dehqonchilik ishlarini birmuncha qiyinlashtiradi. Shunga qaramay mehnatkash insonlar, qolaversa davlatimiz tomonidan bu yerlardan ham unumli foydalanishga kirishilgan. Adirlarda ko'zni quvontiradigan manzaralar guvoh bo'lasiz. Agrosanoatni rivojlantirish agentligi tomonidan loyiha amalga oshirilyapti. Loyihada 100 gektar maydonda sanoatlashgan intensiv bozor barpo qilinib, mevaga kirgandan keyin aholiga lizing asosida ushbu maydon bo'lib beriladi. Bu joylar qir adirlik, toshloq joylar bo'lgan. Hozirda mana shu joyda loyihani amalga oshirish jarayonlarida mana 28800 kublik membrana qilindi. Hozir tomchilash sug'orish tizimlari joriy qilinyapti. Ko'chat ekish jarayonlari davom etmoqda. Bunda shu ko'chatni hozir Turkiya davlatidan chetdan keltirilgan inventor laboratoriya usulida yetishtirilgan ko'chatlar bo'lib, bular avvalo o'zini erta pisharliligi bilan ajralib turadi, keyin sifati bo'yicha hosildorligi o'ta yuqori, xorijga eksport qilinadi. Hozirgi vaqtga qadar ushbu 100 gektarlik loyihamizda 40 gektar maydonda ko'chat ekish ishlari yakunlanib, qolgan ishlar davom ettirilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu hududda yer resurslarini asrash muhim ahamiyatga ega. Chunki eroziya jarayonlari tuproq unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois daraxt ekish, bog' yaratish choralari ko'rilmoqda. Intensiv bog'da tomchilatib sug'orish tizimi joriy etilishi bilan suv, o'g'it, ishchi kuchi bir necha barobarga kamayadi. Respublika Agrosanoatni rivojlantirish agentligi va boshqa mutasaddilar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan istiqbolli loyiha aholi o'rtasida kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda hududda sun'iy suv havzasi qurildi. Xorijdan keltirilgan o'rik va shaftoli ko'chatlari ekildi. Respublika Agrosanoatni rivojlantirish agentligi tomonidan O'zbekiston Respublikasini bir qator hududlarida zamonaviy yangi intensiv bog' va tokzorlar barpo etilmoqda. Xususan
Hozirgi kunda Namangan viloyati Pop tumanida ham 100 gektar maydonida yangi zamonaviy intensiv bog' tashkil qilinmoqda. Ushbu yer maydonida, ya'ni tomchilatib sug'orish tizimi asosida o'rik va shoptal ekilmoqda. 30 ming kub metr suv hajmi sig'adigan hovuz qilingan. O'sha hovuzdan 100 gektarga yetadigan tomchilatish usulida suv sig'imi mavjud. Intensiv bog' maydonlarini tashkil qilishimizdan oldin bu yerga nima ekilishi, ya'ni tuproqda unumdorligi, sizot suvlari, sho'rlanishi hammasi o'sha tegishli mutaxassislar tomonidan o'rganildi. Ushbu yer maydonlariga hozirgi kunda o'rikni Mikado, shoptolini Luizela navlari mos kelganligi sababli shu navlardan ekilmoqda. Intensiv bog' maydonimizda 100 nafar aholini doimiy ish bilan ta'minlash, bir 400 nafarga yaqin mavsumiy ish bilan ta'minlash maqsad qilganmiz. Ichki bozor va tashqi bozorlarni sifatli meva bilan ta'minlash maqsadidamiz. Sanoatlashgan ushbu bog' to'la tomchilatib sug'oriladi. Mutaxassislarning fikricha, qishloq xo'jaligi tasarrufidan chiqib ketgan, bir paytlar unumsiz deb baholangan adir yerlarga zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etilishi natijasida mazkur hududda tomchilatib sug'orish tizimiga moslashtirilgan intensiv bog' barpo etilmoqda. Loyiha doirasida yerlarning meliorativ holati yaxshilandi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish yo'lga qo'yildi. Ayniqsa tomchilatib sug'orish texnologiyasi har bir ko'chat ildiziga aniq me'yorda suv yetkazib berish imkonini yaratib, ko'chatlar bir tekisda o'sishi va tejamkorlikka sabab bo'lmoqda. Bu esa qurg'oqchil hududlarda ham yuqori hosildor eksportbop meva yetishtirish imkonini beradi. Agrotexnik tadbirlar ilmiy yondashuv asosida olib borilyapti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu kabi bog'lar an'anaviy bog'dorchilikka nisbatan bir necha barobarga yuqori hosil beradi va qisqa vaqt ichida sarmoyani qoplaydi. E'tiborli jihati shundaki, avval foydalanilmayotgan yerlarning qayta ishga tushirilishi mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilmoqda. Pop tumanida asosan qishloq xo'jaligida intensiv bog'da gilos, o'rik, shaptoli chet eldiki shu eksportbop mahsulotlar ko'proq olib kelish ko'payyapti. Sababi dastlab biz qilganimizda 1000 gektar, 2000 gektar qildik. Hozirgi kunda hamma joyda buni olinayotgan daromadni ko'rib, o'rganib, bu borgan sari ko'payib boryapti. O'tgan yili 11 million dollar qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qildik. Bu yilda 12 million o'zimizga reja qilib olganmiz. Mutaxassislar bu kabi loyihalar qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Eng muhimi, bu tashabbuslar orqali unumsiz deb qaralgan adir yerlar yana iqtisodiy aylanmaga kiritilib, yurtimiz agrar salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Shokir va Ibodat fermer xo'jaligi bog'dorchilikka ixtisoslashgan. Yer maydoni 5 gektar bo'lsa-da, keyingi vaqtlarda hosildorlik pasayib, mehnat o'zini oqlamay qo'ygandi. Buni to'g'ri tushungan fermer xo'jaligi rahbari Mansurjon Mamatqulov past an'anaviy bog'dan voz kechib, intensiv usulda bog' yaratishni maqsad qildi. Ko'rib turganingizdek, yerdan unumli foydalanish, nihollarni yerga moslashtirish ishlari tizimli olib borilmoqda. 5 gektar o'rizorida 20 yil bo'lgan, yaxshi meva bermay qo'ydi. Mevani bermagandan keyin buzib, gilos ko'chatlarni ekdik. Erta pishar, serhosil, yangi payvandlarga ulangan. Biz bu ko'chatlarni 3 yilda hosil olishni rejalashtirganmiz. Gektardan 10 tonnagacha hosil olishni rejalashtirib turibmiz. Giloslarimizni tomchilatib sug'orish qilganmiz. Suvning sarfi 10 barobarga qisqardi, keyin o'g'itlarni ham kam miqdorda sarflanar ekan. Avtomatlashtirilgan tarzda sug'oriladi. Qo'shimcha foydalanish uchun oralariga tarvuz, qovun, handalak mahsulotlarni ekkanmiz. Bu bog'ni barpo etishda 200 million so'mdan oshiq sarf xarajat qildik. Kelgusida faoliyatimizni yana ham kengaytirishga rejalashtirganmiz. Intensiv bog'larda suv sarfi qariyb 2 barobarga kam, ammo hosildorlik esa aksincha yuqori bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda suv tanqis hududlarda aynan tomchilatib sug'orish texnologiyasi keng joriy etilmoqda, deydi fermer. Ushbu usulda ekilgan meva daraxti 2-yil hosilga kirar ekan. 3-yildan boshlab o'rtacha 40 kilogramdan meva olish mumkinligi amalda o'z isbotini topgan. Yer bilan tillashib, undan yuqori hosil olish sirlarini bilgan fermer va dehqonlarimiz sa'y-harakatlari bilan qishloq xo'jaligida ham ish o'rinlari yaratilmoqda. Hozirgi kunda ushbu bog'da 15 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Ma'lumot uchun, Namangan viloyatida o'tgan 2025-yilda 3000 gektar maydonda yangi intensiv bog' barpo etilgan. Joriy yilda zamonaviy mevazorlar hajmini 2600 gektarga yetkazish ko'zda tutilgan. Pop tumanida esa joriy yilda 1447 gektar yerda intensiv usulda bog' yaratish rejalashtirilgan. Bugungi kunda tumanimizda 2906 gektar
maydonda bog' maydonlari mavjud bo'lib, shundan 1472 hektari zamonaviy intensiv bog' maydonlari hisoblanadi. Bu bog' maydonlari an'anaviy bog' maydonlardan farqi shundaki, bu intensiv bog' maydonlari yuqori hosildorlikka, erta hosilga kirishi, kasalliklarga chidamliligi bilan farq qiladi. Intensiv bog' maydonlarida barchalarida suv tejash texnologiya joriy qilingan bo'lib, suvda 30-40% tejalishiga, moddiy resurslar tejalishiga, sarf xarajatlarni kamayishiga olib keladi. Intensiv bog' maydonlaridan olingan hosil tumanimizning iqtisodiyotini hamda eksport salohiyatini oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Bu yil bog' maydonlaridan 25389 tonna bog' prognoz qilganmiz. Shundan 60%, ya'ni 12320 tonna shu intensiv bog' maydonlaridan olinadigan hosilga to'g'ri kelyapti. Bog' maydonlaridan olinadigan hosillar qo'shni davlatlarga, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklarigacha eksport qilinmoqda. Intensiv bog' maydonlaridan mayning birinchi 10 kunligidan hosillar pishib, eksport qilish jarayonlari boshlanadi. Keling, endi dastlab tashkil etilgan intensiv bog'lar misolida fikrimizni davom ettiramiz. Bundan 4 yil avval ekilgan olma ko'chatlari bugun hosilga kirib, yaxshi daromad keltirmoqda. O'tgan yili $1 million olma xorij bozorlarga eksport qilingan. Italiyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda yaratilgan intensiv bog'da zamonaviy usullarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Serquyosh o'lka, unumdor tuproq bog'dorchilikda muhim ahamiyatga ega ekanligiga guvoh bo'ldik. Yurtimiz bog'larida yetishtirilgan sarxil mevalarning sifati va mazasi dunyo bozorida juda mashhur. Soha mutaxassislari va fermerlarni yangi intensiv bog'da parvarishlanayotgan ko'chatlarning rivojlanishi, ularga ishlov berish va zararkunandalarga qarshi kurashish usullari, tajribalari ham yildan yilga boyib bormoqda. The Garden Plant and Fruits qo'shma korxonamiz 21-yil 22 gektar maydonda intensiv bog' tashkil qilingan, tomchilatib sug'orish orqali sug'oramiz. Olmani Gala, Golden, Red Delicious va Fuji navlari mavjud bog'imizda. O'tgan yili 20 tonnadan gektaridan hosildorlikka chiqqan. Bu yil Xudo xolasa 25-30 tonnaga chiqarish niyatimiz bor. Ko'chatlar 100% hammasi Italiyadan keltirilgan, hammasi kasallikka chidamli. Olma parvarishida har xil hasharotlarga qarshi vaqtida kimyoviy mineral o'g'itlar berib turiladi. Kesishga juda katta ahamiyat beriladi bunda. Xomtokda sababi olmani ko'rinishini chiroyli, sifatli olma olish. Pop tumanida 192 nafar subyektda 2916 gektar bog' maydonlari mavjud bo'lib, shundan 1477 gektari intensiv bog' maydonlaridir. Ushbu bog'larning 234 gektarida olma, 9 gektarida nok, 649 gektarida o'rik, 1165 gektarida shaftoli, 134 gektari gilos, 100 gektari anor, 10 gektari anjir, 29 gektari yong'oq va 583 gektari bodom kabi mevalarni tashkil qiladi. Bugungi kunda hosil berib turgan bog'lar umumiy maydoni 1522 gektar bo'lib, bu boradagi ishlar kelgusi yillarda ham manzilli davom ettirilishi ko'zda tutilgan.